Assalomu alaykum. O'zbekistondagi pensionerlar va fuqarolar uchun muhim yangilik. 1-maydan boshlab pensiyalarni oshirish rejalashtirilmoqda. Eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirning o'zida like bosib qo'ying va kanalni kuzatishda davom eting. Like bosgan tomoshabinlar uchun video oxirida 15 ming so'm mukofot bor. Iqtisodiyot va moliya yo'nalishidagi rasmiy manbalar 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini taqdim etdi. Ushbu hujjatga ko'ra, kelgusi yilda ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Bu mablag'lar xizmatlar narxining oshishi hamda yangi ish o'rinlari yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham qoplaydi. Shuningdek, aholi daromadlarini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiyadan yuqori darajada oshirish ko'zda tutilgan. Mutaxassislar prognoziga ko'ra, 2026-yilda inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, davlat xizmatchilarining ish haqi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalarni 1% ga oshirish esa 832 milliard so'mni tashkil etadi. Umuman olganda, ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172,8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Davlat byudjeti xarajatlarining qariyb 42,9% aynan ish haqi bilan bog'liq to'lovlarga to'g'ri keladi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi kutilmoqda. Avvalgi rejalarda ham maosh va pensiyalar kamida 6-7% ga oshirilishi qayd etilgan edi. Shu bilan birga, fuqarolarni ogohlantirish muhim. So'nggi vaqtlarda pensiyani oshirib berishni va'da qilayotgan firibgarlar ko'paygan. Pensiya jamg'armasi bunday holatlar yuzasidan rasmiy ogohlantirish berdi. Ayrim shaxslar yolg'on va'dalar bilan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritib, pul talab qilmoqda. Eslatib o'tamiz, pensiyani qayta hisoblash yoki oshirish faqatgina pensiya jamg'armasining tuman va shahar bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Hech bir rasmiy xodim ko'chada yurib bunday xizmatni taklif qilmaydi. Shuning uchun begona odamlarga pasport ma'lumotlari, bank kartasi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarni bermang. Agar shubhali holatlarga duch kelsangiz, ishonch raqami 1271 yoki ichki ishlar organlariga 102 orqali murojaat qiling. Firibgarlarga aldanmaslik uchun hushyor bo'ling. Hozirgi kunda O'zbekistonda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'mni, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori esa 1,112 ming so'mni tashkil etadi. Aziz tomoshabinlar, ushbu ma'lumotlarni boshqalarga ham yetkazish uchun videoga like bosib, yaqinlaringizga ulashing. Kanalimizga obuna bo'lib, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib boring.